Xazina Portal tarbiyalash markazi hammamizning xazinasi. Bir erning ikki qiz farzandga dada bo'lgandan keyingi his qilganlari. Ajoyib o'qirim ustun odam edim. Qiz ayollarni bak ko'zga ilib ketmaydim. Qachonki ikki qizimga dada bo'ldim, ularni erkilatib beqish jarayonida ular meni eshak qilib mindi. Yetib barsam yuzlarimga dassab topollarini yalatdi. Ondan asta tushunib yetdim. Men ko'zga ilmagan barliq ayollar dadalarining ana shundoq ativorli qizlari ekan. Mening ayolimmi, meni yaratib kuyovg'il qilgan qiyni ota, qiyni onamning ashundoq ativorlab boqqan qizi ekan. Afsus, inson mushuningga o'xshash haqiqatni his qilganda 40 ga yaqinlashadi ekan. Rahmatli qiynatam dunyodan ketar chog'da biz er-xotin to'la jidallashgach, qizidan xotirjam bo'lolmay ko'z yumdi. Ay yigitlar yoki erlar, unutmanglarki, sizlar muhabbatim deb so'rab yurib, diliga azar berib, zar yig'iltayotgan qizlar, sizlarning uyinglarda, sizlar ham ota-onanglarning xizmatini qilayotgan shu ayolinglar asli olikimlarning ativorliq malikalari. Şuna ularni xarlashga huquqinglar yo'q.